Aljeriyada yaşaydigan Fransiyalik bir ayol musulmonlar orasida yashash jarayonida musulmon bo'ldi. Uning oilasi Fransiyada bo'lib, ular xristian diniga e'tiqod qiladi. Ayol bir kuni badanida og'riq his qilib, doktorga ko'rinish uchun doktorxonaga bordi. Ayol ig'ir darajada rak kasaliga giribdor bo'lgan bo'lib, doktor uningga kasalning butun badaniga tarqalib ketganligini va davolashga amalsiz ekanligini aytdi. Va uning ismi bo'yicha arxiv turg'izib, uning kasallik daftari va lazerlik tekshirish natijasini arxivning ichiga solib qo'ydi. Ayolning oilasidagilar uning rak kasali ekanligini bilgandan keyin, bu Tangrining senga bo'lgan g'azabi, chunki sen musulmon bo'lding, islom dinidan qaysang, Tangri seni kechirib o'tishi mumkin deb tabi-tani qilishga boshladi. Ayol ularning so'ziga parvo qilmasdan islom dinida mustahkam turdi. Uydagilar uningga Fransiyaga qaytib kelib, Aljeriyanikidan ilg'or cho'ng doktorxonalarga tekshirib beqishni aytdi. Ayol uydagilarning talabi bo'yicha Fransiyaga safar qildi. Uydagilar uning kasalning saqayishida aslo umid yo'q ekanligini yaxshi biladi ekan. Uni Fransiyaga chaqirishdagi maqsad qizining musulmon bo'lganligi sababdan Tangrining g'azabiga yo'liqib, rak kasali bilan Tangrining jazosiga uchraganligini e'lon qilish orqali islom diniga kirmoqchi bo'lgan xristianlarga ibrat qilish ekan. Ular ayolni cherkovga olib, kishilarga qizining musulmon bo'lgandan keyin rak kasali bo'lib qolganligini bildirib, bu islomga kirganlarning jazosi deb tashviq qildi. Ayol uydagilarning bu suiqasdini ko'rib yig'lab ketdi va musulmonlar diyorida yashash uchun Aljeriyaga qaytib keldi. Bir kechasi u mundaq bir xiyolga cho'kdi. Agar men bu holatda o'lib ketsam, oilamdagilar va Fransiyadagi boshqa musulmon bo'lmoqchi bo'lganlar mening o'limimdan ibrat olmasdan, balki uni Tangrining musulmon bo'lganligimga bergan jazosi deb tushunadi. Shuning bilan ular islom dinidan qochishga boshlaydi. U shunda xiyollar bilan tahorat olib, namoz o'qib Allohga mundaq duo qildi. Ey Parvardigorim, men o'limdan qo'rqmadim. Sening bilan uchrashishdan qo'rqmadim. Lekin xristianlarning meni musulmon bo'lganlik uchun kasal bo'ldi deb shumpal elishini xohlamayman. Bundaq bo'lganda ular islom dinidan qochadi. Ey Rabbim, menga shifolik bergin. Kishilar cheksiz qudratingni va bepoyon rahmatingni bilib qolsin. Men kishilarning islomdan nafratlanishiga sabab bo'lib qolmay. U shundoq degunicha behush bo'lib, atsi asr namozi vaqtida hushiga keldi. Ajoyib ish. U uyg'ongandan keyin ilgirki badandagi og'riq azobini sezmadi va ishongusi kelmay, bu xil sezimni o'lim oldidagi tuyg'u deb o'ylab, endi o'lib ketadigan o'xshayman dedi. Kech kirdi. Yana o'lib qolmadi. Kechida tahajjud namozi o'qidi. Qarasa yana saq. U hayronlikdan doktorxonaga bordi. Doktor barliq tekshirishlarni qilib hayron qoldi. Siz haliqi rak kasali bo'lib qolgan ayolg'o? Yo'q, siz zodi kim bo'lasiz? Ayol o'zining ism familiyasini deb, bu yerda kasallik arxivining bog'liqini dedi. Doktor uning ismidagi kasallik arxiviga qaragandan keyin, arxivdagi ayolda oxirgi bosqichga berib qolgan ig'ir rak kasali bor deb yozilibdi. Ammo sizda aslo rak kasali yo'q ekan, ham azaldan bundaq kasal bo'lib boqmabsiz, dedi. Ayol shu hamon Allohga shukr qilib sajdaga bosh qo'ydi. Ayol Fransiyaga qarab yo'lga chiqdi. U Fransiyaga beribla oilasidagilar va cherkovdagi xristianlarning yoniga bordi va ularga o'zining doktorlarmi ojiz kelgan rak kasalidan musulmon bo'lib Allohga duo qilganlik uchun saqayganligini deb ilgirki va keyingi tekshirish natijalarini ko'rsatdi. Shuning bilan bu hodisaga shohid bo'lgan nurg'unlagan kishilar musulmon bo'ldi. Ulug' Alloh mundaq deydi: "Mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini, so'zlarini bilib turaman. Menga duo qilsa, men duo qilg'ichining duosini ijobat qilaman. Ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin va menga iymon etsin."